Islom shunchaki boshqa din emas. Bu o'z qonunlariga ega o'zga dunyo, bu hayot va o'limga boshqacha munosabat. Taqvodor musulmon aslo o'limdan qo'rqmaydi. Kimki g'ayri dinlar bilan jangda halok bo'lsa, ya'ni biz bilan ham, shu zahoti jannatga tushar ekan. Bu yerda uni bu hayotga yetishmagan hamma narsa kutib turadi. Zilol suvlar, sarxil mevali bog'lar, yana husnda tengsiz hur-qizlar. Islomda ayollarga bo'lgan munosabat alohida e'tiborga molik. Musulmonlar uchun oila muqaddas dargoh, haram. Ruslar buni garem deyishadi. Bu so'zning ikkinchi ma'nosi esa mumkin emas, taqiqlangan degan.